Bahs qilamanki, siz bepul Wi-Fi haqida to'liq bilmas edingiz. Bu sizga o'ylaganingizdan ko'proq qimmatga tushishi mumkin. Keling, yashirin xavf-xatarlar haqida gaplashamiz. Tasavvur qiling, siz o'zingizni sevimli tashrif yuradigan kafedasiz. Latte ichib, ba'zan bepul Wi-Fi ga kirib vaqt o'tkazasiz. Bu juda zo'r, to'g'rimi? Ammo hakkerlar bepul Wi-Fi ni ham yaxshi ko'rishini bilasizmi? Ha, bu ularning o'yin maydonchasi. Ushbu jamoat tarmoqlari ko'pincha xavfsiz emas. Kiber havaskorlar uchun shaxsiy ma'lumotlaringizni kuzatib borishni osonlashtiradi. Tasavvur qiling, parol yoki maxfiy so'zlarni yozayotgan payt kimdir sizni yelkangizda kuzatib tursa, dahshat. Vahima qilish va lattedan voz kechishdan oldin sizga yaxshi xabarim bor. Siz o'zingizni himoya qilish imkoningiz bor. Har doim qurilmangiz sozlamalarini tekshiring. Fayl va media almashinuvi o'chirilganligiga ishonch hosil qiling va HTTPS bo'lgan veb-saytlardan foydalaning. Bundan ham yaxshiroq, VPN dan foydalaning. Bu sizning ma'lumotlaringiz uchun maxfiy tunnel kabi. O'sha qiziquvchan e'tiboringizga tashqaridan nazar soling, shunda keyingi safar tarmoqda bo'lganingizda qahvadan xotirjam bahramand bo'lasiz. Va yana bir narsa, kiber aqlli bo'ling. Siz uchun endi umumiy Wi-Fi tuzoqlari yo'q. Xavfsiz bo'ling, aqlli bo'ling, onlaynda ko'rishguncha.